Bugün Spartak tortunu tayyorlaymiz. Oldindan aytib asablaring joyida bo'lmasa tinchgina tayyorini olib yuringlar. Boshlarda 3 ta tuxumga bir piyola shakar, kraxmal, 500 gramm smetanani solib yaxshilab aralashtirib, past olovga qo'yamiz. Masamizga shu holatiga kelguncha aralashtirib turamiz. Izdan olib, sovutish uchun alohida idishga solib qo'yamiz. Ezga qo'ying idishlarning ikkita bo'lsa alohida idishga olishlaring shart emas. Menda bitta ekan bag'olchilik to'g'ri O'sha idishga ana shu tuxum, shakar, kakao, bir chimdim tuz, 3 qoshiq asalni solib, yana past olovga qo'yamiz. O'rtasidan margarinni solib, glazur holatiga kelguncha aralashtirib turamiz. Eng oxirida chayni suvda solib, biliq-biliq holatiga kelganda gazdan olamiz. Keyin sirazu unni solib xamirlab olamiz. Olib tagarchilik tugatib, keyin qolganini qo'limizda davom ettiramiz. Xamirlarimizni 80-90 grammdan bo'lib chiqib, sovuq joyga tindirish uchun olib qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni bir marta unga bullab, yaxshilab yoyib olib, naqa tovada shakl berib kesib olamiz. Men Spartakni boshlaganimda juda oson deb o'ylagan edim, lekin shu ko'rlarni pishirguncha men shu holatga kelib qoldim. Ko'rlar pishgancha krem tayyorlab olamiz. Buni haroratda margarinni mikserlab, boyab qo'ygan masamizga yana mikserlab, ko'zni qo'shib yana mikserlab olamiz. Shakar kam bo'lib qolgan ekan, moloko qo'shib yana mikserlab oldim. Endi ko'rlarimizni yig'ishni boshlaymiz. Ko'rimizni qo'yib, shakarli suv yoki shakarli sut qilib propitka qilib olamiz. Keyin krem surkab, shu ketma-ketlikda birin-ketin terib chiqamiz. Menda bitta savol bordi. Nimaga doim ovqat qilinganda ovqat shirin chiqsa, poyda go'shtida bo'lganda shu uchun shirin bo'ldi deysalar, yoki da somsa qilinib xamir qat-qat bo'lib shirin bo'lib pishgani, unzorda, vishi sorta deysalar. Shu ovqat shirin chiqishi uchun yarab turgan bolasi bilan ovqat qilgan kelanda aloqasi yo'qmi bunga? Hamma gap go'sht bilan dish sort unidami? Ovqat yaxshi chiqqanda biroz rahmat deb aytib qo'yinglar, tez pishmaydi lekin. Qitimizni qaytamiz, tortimizni chekkasi ko'rshimizdan qolgan o'shoqlarga yopishtirib, tepasidan glazurroq suzib qo'yamiz. Tort bezatish bo'yicha 0 man, turtim tepasi qaltirab, ichi yaltiroq bo'lib chiqdi. Hech nimani ko'rinishga qarab boqib yurmaydi deganiga mana tortni tayyor isbot. Madasini qanaqaligini aytmasam ham o'zi shundan bilinib turgandir.